Qaranglar, akamizni mehnatiga bitta baho berib qo'yasa. Qaranglar, to'kayotgan narsalariga qaranglar. Bu mini vulqon, ya'ni sun'iy vulqon yangilik bo'ladi. Qo'llaridagi narsa mini kran yangiligi bo'ladi. Kranni o'zlari ixtiro qilib bergan. Katta kranni endi pulga chaqirish yo'q. Kerak yo'q. Bunaqa chuqurlarimiz o'zi bo'lsa, do'stlar, 1000 gradusda, ya'ni pishgan g'ishimizni, ya'ni qaynatib chiqarib berayotgan. Sho'r g'ishimizni sho'r chiqishi ehtimoli, do'stlar, 10% dan 20% gacha bo'lar ekan. G'ishdan sho'r chiqishi ehtimoli. Narxlariga keladigan bo'lsak, antiga donasi 750 so'mdan ekan. Bu narxlarni ichida yuklab berish mutlaqo bepul. Dastlabki kelishli holatda zakaz berish akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik. Qaranglar, akamizni mehnatiga bitta baho berib qo'yasa. Qaranglar, to'kayotgan narsalariga qaranglar. Bu mini vulqon, ya'ni sun'iy vulqon yangilik bo'ladi. Qo'llaridagi narsa mini kran yangiligi bo'ladi. Kranni o'zlari ixtiro qilib bergan. Katta kranni endi pulga chaqirish yo'q. Kerak yo'q. Bunaqa chuqurlarimiz o'zi bo'lsa, do'stlar, 1000 gradusda, ya'ni pishgan g'ishimizni, ya'ni qaynatib chiqarib berayotgan. Sho'r g'ishimizni sho'r chiqishi ehtimoli, do'stlar, 10% dan 20% gacha bo'lar ekan. G'ishdan sho'r chiqishi ehtimoli. Narxlariga keladigan bo'lsak, antiga donasi 750 so'mdan ekan. Bu narxlarni ichida yuklab berish mutlaqo bepul. Dastlabki kelishli holatda zakaz berish akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik.